Mana ko'cha. Tor ko'cha. Shunisi bilan go'zal. Bakuda o'zbeklarimiz kam deb o'yladim, lekin o'zbek jamoati ko'p ekan. Hamma yerda o'zbeklar, bu yaxshi. Inshaalloh ko'payaveraylik. Muzikachilar bilan mashhur Ozarbayjonskiy. Bu yerda ham Qiz qalasi bor. Xuddi Turkiya Qiz qalasi bo'lgani kabi. Hop, to'g'ri ko'rib turgan bino Qiz qalasi deb ataladi. Masjidi Baku emas. Ichki shahar degan Old City. Ichki shahar. Bakuning eski shahar, tarixiy shahri bor, saqlanib qolgan. O'shaning ichidagi eski masjid. Bilasizlar, ikki firqada o'qiladi, sun'iy va shialar. Bular shunaqa. Eski tarixiy jome masjidi. Kempti narsam. Mana bu yerda toshlar bor. Buni Armanistonda ham buni birinchi marta emas, ko'p ko'rganman. Odatda bu shiyalar buni toshni qo'yib, shunga toshni ustiga sajda qo'yishadi. Sajda qilishadi. Shuning uchun kerak bu. Shunaqa. Ozarbayjondagi Bakuning eski shaharida joylashgan masjid. Chiroyli jome. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu торговый центр Nilüfergul. Ana port. Va shahar vibe. Va simbol Baku. Chiroyli.